Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Bugun 9-avgust, haftaning yakshanba kuni 2026-yil Boboshbek bozoridan ko'rsatyapmiz. Maktabni o'sha ruchka, qalam, papka, daftar shunaqa narsalar ham mana bozorga chiqibdi. Nech pul deyapsiz mana papkalaringizni? Papkalarimiz 55 mingdan boshlanadi. Bularimiz 65 ming kattasi, 60 ming kichkinasi Xitoy bular. Xo'p. Mana maktab papkalari nech pul? 130 minglik papkalar skidka qilib 110 ming narxga sotyapmiz. Xo'p, bularchi? Eng arzoni nech pul? Eng arzoni 45 mingdan boshlanadi. Ha. Mablag' 3 talik 60 mingdan, Xo'p. mablag' 75 mingdan, koja Xitoy sumkalarimiz 110 mingdan. Mana bu qizlar kojasi 55 ming so'mdan, uni tepasidagi kattalar rugzagi 100 ming so'mdan, kichkinalari 85 mingdan. Mana bu o'g'il bolalarga 65 mingdan qilib beryapmiz. Donadagi narxi bu? Donadagi narxi. Daftar, klip, flomaster, xullas shu maktabga nima ishlasa bor ekan hamma narsa. Hammasi bor. Daftar ruchkalarimiz 400 so'mdan. Bular hozir donaga nech puldan? Donaga 400 so'mdan. Donaga 400 so'mdan. Katagi ham, yozuvligi ham, ha? Qalamlaringiz nech puldan? Qalamlarimiz 5 mingdan boshlanadi. Ha. 5 ming, 10 ming, 15 ming, 20 ming so'mgacha bor. Shu mana ruchkalar bor ekan. Siyoh ruchkalar ham bor. Siyoh ruchkalarimiz ham bor. Donasi 1000 so'mdan. Siyoh ruchka 1000 so'm ekan, sharqavoy ruchka 400 so'mdan ekan. Mana sumkalaringiz nech pul? Sumkalarimiz skidka qilib 110 dan beryapmiz. 130 minglik sumkalar. 110 ming so'm ekan. Bu ham, ha? Ha. Mana bu tomonda ham mana shunaqa sumkalar bor. Sizlarga mana yangilik. Shunda bozor doim shu yerda turibsizlarmi? Astiyanda. Mana shu tarafdan kelganlaringda bozorda birinchi shu darvozasidan o'ng tomonda turishadi. Keyin bag'i mana bozorda nimasi? Bu yerda hotel deb qo'ygan joy bor. Nomeringiz necha? Mana shu narsalar optimga olaman desa, shu o'zingizga aloqaga chiqadi-da. 400 so'mdan ekan mana daftarlar. Bormi nomeringiz? Nomerlarimiz 99lik, Nomerlari 99lik 131, 131 68 79. 68-79 ga aloqaga chiqaverasizlar. Shu maktabga shu o'quv qurollari, mana shu narsalari kerak bo'lsa-da. Qalam, shu umumiy hamma narsasi bor ekan.